Jangchi. Badaviy tarixiy asar. Birinchi qism. Uy egasining kesili bargancha eg'irlashib, yo'talganda o'pkisi uzilib ketay deydi. Ig'izdan chiqayotgan balg'am qonga aylanganligi uchun ayol erining kesilining nihoyat eg'irligini aniq his qildi. Bu bechora ayolning 9 yoshli o'g'li kesel dadasining atrofida aylanib, yumshoq loti bilan dadasining ig'izidan chiqib, lav va saqiliga choplashgan qonni kuyinish yoki vafodorlik bilan surtib o'tadi. Saharda sharqdan chiqib, g'arbga qarab ketayotgan quyosh zaminni qizitishga boshlagan edi. Sahro shamoli shahar bo'ylab kelib, o't kabi qizg'an qumni kunda necha rat har tarafga uchiratdi. Balaning onasi bo'ylining o'tirsida tizlanib, qo'lini osmonga ko'tarib, o'z xudosiga yolg'irib, "Ey quyosh, ey olamning nuri, ey hayot baxsh etkuchi iloh, cho'lni qoqshal qilgansan, vodini yashnatganmisan. Mening kambag'al erimga yovuz ilohlar hujum qildi. U chinqilib yo'tilganida qon tukiryotdi. Uning shifosi uchun o'z xizmatkorlaringga degin, erimni saqaysin" deb hech qanday qudrati bo'lmagan quyoshga iltijo qilyotdi. Ammo quyosh chiroyi qorayib, yuzlari tatirib ketgan uruq va kuchsiz ayolning duolarini ijobat qilish u yoqda tursin, u ayoldan hech narsa anglamagandek yoki u ayolga g'azabi kelgandek ayolning badaniga o'z nurini yanada qattiq chochatdi. Biroq ayol johillarcha tasavvur qilib, erim o'lib qolsa qandoq yasharman deydi-yu, lekin 9 yoshli o'g'lining taqdiridan ko'proq ansiraydi. Ayolning xiyoli balaga yuzlandi. Ondan erini unutib, o'g'li haqida nola qilishga boshladi. "Ey quyosh, Firavunning otasi, erim o'lsa, balamni qandoq boqaman? Meni kim xotulliq oladi? Boshqalarga cho'ri bo'lamanmi? Balam qulga aylanarmi?" deginicha o'ksib yig'ladi. Ammo u nola qilayotgan quyosh biror marhamat ko'rsatishdan yiroq edi. Bala onasining bu holiga qarab, onasining oftob nurida halok bo'lishidan ansirab, "Ona, bu yoqqa keling. Oftobda o'ltirmang. Dadamga qarang" dedi. Ona iltijodan to'xtab, nursiz va umidsizlikka to'lgan ko'zlari bilan balaga qarashga boshladi. Bala nihoyat uruq, beshiga o'sgan oltin rangli sochlari mo'risiga tushgan. Uchisiga bo'z rangdagi ko'ynakini tizig'icha tushirib kiyib olgan. Yog'ochdan yasalgan cho'riqi putining topinini tashgan edi. Ammo balaning chiroyidan sabiyligi chiqib turadigan darajada pokiza va nurliq edi. Bala onasiga gap qildi. "Ona, quyosh sizning so'zingizni anglamaydi. Necha kundan beri uningdan to'xtamay so'rayapsiz. O'zingizga qarab beqing. Issiqda turaverib qardab ketdingiz. Dadamga qarangchi, u midirlay olmayapti." Balaning gaplarini anglagan ayol darhol erining yoniga keldi. Nafsi uzilgan kabi hushsiz yotadi. Ayol erining chiroyiga tikilib qarashga boshladi. Erning peshonasini sovuq ter bosgan bo'lib, ig'izidan sirg'ib chiqqan qon erning soqolini bo'ygan edi. Ayol ko'zidagi yoshni surtib, erining chiroyini peshonasiga bosdi. Ayolning eriga gap qilishga holi yo'qdek yoki gap qilaverib charchigandek kayfiyat bilan erining ahvoliga ovozsiz qaraydi. Bala umid va talmurishga to'lgan ko'k ko'zlari bilan birdam dadasiga, birdam onasiga qarab savol so'rashga boshladi. "Ona, dadamni kim qutqizdi? Quyosh xudo bo'lgani bilan, lekin uning biz bilan kari yo'q. Shunga boshqa bir yaxshiroq xudodan so'rash kerakmikin deyman" dedi.
Ona g'amkinlik va ilojsizlik bosgan ko'zlarini o'g'liga tikdi. Onaning nazarida bola dahi bu gapni deyishga xilala kichik edi. Ammo aqlini bilgandan buyon bu qora hayotni ko'rayotgan go'dakdan shundoq gaplarning chiqishi tabiiy edi. Chunki beshiga kelayotgan qiyinchiliklardan qutqizudi deb to'xtamay iltijo qilayotgan Xudosidan yordam yoki g'oyibona kuch kelmay, ularni har qatim umidsiz qoldirgan edi. Shunga bu ahvollarni takror ko'rgan bola Alloh burunla na quyoshdan, na oydan, na osmondan, na chaqmoqdan va yoki biror butdan ularga yordam kelmaydiganligini aniq tushunib yetgan edi. Ona balasiga ilojsizlik bilan to'lgan ko'zlarini tikib turib, "Xo'zam, aytqina, yana boshqa kimdan yordam so'raymiz? Bizga kim yordam beradi?" dedi. Bola onasining tuyuqsiz so'ralgan savolidan tamtirgan holda jimib qoldi. Shu daqiqada o'ylining sirtidan otning kishingini anglandi va kimningdir qo'pol ovozi bilan qattiq varqirig'ini anglandi. Bu qo'rqinchli ovozdan tamtirgan ona tashvishlanib o'yli sirtiga qarab yugurdi. Bola ham onasiga ergashdi. Oilaning tinch amonlik vazifasini o'tash uchun eshikning yon tarafiga qo'yilgan but qo'lidagi bayroqni yerga tashlab bechoralarcha yerda yotadi. O'ylini qurshab turadigan bel bo'yi egizlikdagi tomning bir necha qadam yeri Alloh burunli yerga yiqilib tushgan edi. G'eyribani ko'rinib turgan qoro oldida Fir'avnning askarlaridan ikki askar otning ustida xunuk ko'zlarini tikib turardi. Askarning biri Ashiyadan so'radi. "Qani ayta Ashiya, ering nerda?" Ashiyaning rangi dokidak oqarib yerga egildi va "Hurmatli janob, erim kesal. U ho'ylida hushsiz yotadi." "Kesal? Nemishqa? Texchi saqaymadi?" "Kesili nihoyat og'ir janoblari, qon tukuryotidi." "Qon tukuryotidi?" Nihoyat g'azablangan holda "Bu odam bo'lmaydigan, tezdan kirib eringni olib chiq" dedi. Ashiya qo'rqib yig'ladi. "Hurmatli janobim, erim o'rnidan tura olmaydi." "O'rnidan tura olmaydi? Undaqda sen uni so'rab olib chiq" deb buyruq berdi saqib yenidagi askarga. Yosh askar darhol otdan sakrab tushib, o'yliga kirdi. Askarning orqasidan Ashiya yugurib tangla kirdi va "Ulug' aman hurmati bilan, ulug' Ra'ning hurmati bilan rahim qiling. Erim o'lib qoladi" dedi. Ashiyaning so'zlaridan askarning g'azbi o'rladi. "Muqaddas Aman va Ra'ning ismini harom tilingga olma. Sening ajdodlaring Musa va Harunga agishib, ularni inkor qilgan. Senlar Musa va Harunning xudosiga cho'qinasizlar.